Hozirlarga zo'r atmosferani ko'rsataman. Bu yerda tirik qo'ylar auksion bo'lyapti. O'rtaga olib chiqilinadi qo'ydi. Tarozi qo'yiladi. Vazni o'lchaniladi. Uni barodasiga, nasliga, liniyasiga qarab turib ochiq auksion bo'ladi. 500 Amerika Qo'shma Shtatlar dollari va 510 dollar baho taklif etilyapti. Barchani birdek kuzatishga harakat qilamiz. 520 dollar. 520 dollar. 530 dollar. Yosh xaridorimiz qancha endi? 500 dan o'tib ketdik-ku. 530 dollarda turibmiz. Xo'p, 530 kim ko'proq beradi? 540. 550. 560. 570. 570 kim ko'proq beradi? 580 dollar. Ha, 90 ga ko'tarsak bo'ladimi? 590. 600. 600 Amerika Qo'shma Shtatlari dollari taklif etilyapti. Aynan mana shu ikki tish buzgan 610 taklif etilyapti. 610. 20. 620 lik 30. 630. 40. 640 dollar. 650 bor biz tarafda. 660 dollar. 60 dollarda to'xtadik. 660 dollar. 670 dollar. 80. 690 dollar taklif etilyapti bu tarafdagi inson. 700. 700. 700 Amerika Qo'shma Shtatlari dollari. Qo'llarni ko'rmayapman, demak. Mana 700 dollarda turibmiz. Ha, 700 bu insonmi? 700 da. 700. 710 dollar. 710, 720. 730. 730 dollarda. Kim ko'proq bermoqchi? 730 Amerika Qo'shma Shtatlari dollari haqida gap ketyapti.